Assalomu alaykum qadrli Instagram a'zolari, bizni ko'rib turgan qadrli chorva ishqibozlari, bugun xudo xolasa qo'ylarga ukol qilish jarayonlarini bir ketin namoyish qilib boramiz. Xudo xolasa mana qo'zimiz 3 oylik bo'ldi bugun. 3 oylik bo'lganda qo'yning miyasiga seneroz degan miyani qurti bor. O'sha tushishini oldini olish uchun qo'zimizga xudo xolasa Iverental plus klazantel tarkibida klazantel bor. O'shani qilamiz hozir xudo xolasa qo'zimizga. Bu 3 oylikka kirganda 2,5 oydan 3 oyga o'tayotganda qilinadi. Sababi miyaga qurt tushadigan seneroz kasalligini oldini olish uchun. Qo'shimcha Butazal degan Gollandiyan dorisidan foydalanamiz. Qo'yini o'stirish uchun, immunitetini yaxshilash uchun, organizmda qon aylanishini, jigar faoliyatini yaxshilash uchun uriladi bu Butazal dorisi. Bir qator shu ukol qilish jarayonlarini ham hozir ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Mana qo'zimiz hozir 30 kilo bor живой vesiga, o'zi 50 kiloga 1 gram uriladi dorimiz. Biz 30 kiloga 1 gram uramiz bu doridan. Bo'yin sohasidan teri ostiga uriladi. Vitaminimizni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Mana bu vitaminni qilib qo'ydik. Mutasal dorimizni ikkalasini bir paytda qilinsa, yana ham yaxshi effekti yaxshi bo'ladi, xudo xolasa.